Markaziy Osiyoning Turkmaniston aeroporti dunyodagi eng noyob va g'ayrioddiy arxitekturalardan biri hisoblanadi. Bilarmidingiz? Ashxobod xalqaro aeroporti o'zining oq marmar va lochin qush shaklidagi ko'rkam arxitekturasi bilan nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyoda mashhur. Ashxobod xalqaro aeroporti o'zining noyob va ramziy me'morchiligi bilan dunyodagi eng g'ayrioddiy havo portlaridan biri hisoblanadi. Kompleks Turkiyaning Polimex qurilish kompaniyasi tomonidan 2,3 milliard dollar evaziga barpo etilgan. Men bitta narsaga hayronman. Nimaga shu paytgacha Turkmaniston aeroporti haqida kontent so'ramadinglar? 2016-yilda qurib bitkazilgan ushbu aeroport Markaziy Osiyo uchun inqilob arxitektura-ku. Arxitekturasi haqida gapiradigan bo'lsam, lochin qushi shaklidan olingan bosh terminal binosi tepadan qaraganda qanotlarini yozib, parvozga shaylanayotgan ulkan lochin qushi ko'rinishida loyihalashtirilgan. Bu qush mamlakat milliy aviakompaniyasining ramzi ham. Aeroport jahon rekordlari qatorida dunyodagi eng yirik qush ko'rinishidagi bino deb ro'yxatga olingan. Markaziy Osiyo nafaqat arxitektura, balki barcha yo'nalishlarda absolyut o'zining yangi davrini boshlamoqda. Izohlarda aslo millatchilikka yo'l qo'ymang. Markaziy Osiyo yutug'i bu barchamiz yutug'imiz. Markaziy Osiyo dunyo miqyosiga chiqmoqda. Sahifaga obuna bo'ling, Markaziy Osiyo arxitekturasi haqida gaplashamiz.